Xo'jayin hisobot qilib etdilar. Ha, mana. Sizlar 16 qo'yib olgan hisobot. Ha, bo'ldi unda olsin, men hisobot qilib etay. Ko'pamdoq bo'lam. Ha, o'ldirib qoldik ana. Voy, mana. Acha. Voy. Ma tamaqni da boqib ilolmamizlar. Yo'q, voy, bo'ldi yeymaymiz. Men Voy, yo'q turiblar, oshqan tomoqni yetgan qaylana. Undar deme bolam. Belkim qiyinchilik qiladi. Unda desek bo'lmaydi. Mayli. Voy, nimda siz oshqan sayin yeb yurisiz? Kunda qarasamcha 2 tal ahmom yeplam chiqdingiz. Bir qiyinchiligingiz bormi ya? nima desam bo'lar? Yonlam shu pul tejash uchun emasmi? Turmushning elekchiligida ba'zan da bo'lib qoldi ekanmiz. Qancha qiyinchiligingiz olsinmi, bir degan bo'lsangiz-chi, kunda qarasam 2 tal ahmom yeysiz, ahmom yeysiz. Bu balning bir sevlan qo'shiq o'xshaydi deb o'ylabdikanman. Turqingizdan qarasam, bir qurilish o'rnida ishlaydiganda qilsiz. Bu quruq 2 taldan mom yeb, qanday qurilish o'rnida ishlaydigansiz? Şu turmushning elekchiligida ayolim bo'z doktorxonada. Men qurilish o'rnida ishlaydim. Shu qanday qilsam deb pulni jig'irib pul tejab ayolimni davolashga ishlataman deb. Shu mening bu aqmom yigim bormi? Amal yo'q endi. Iqtisodni avalmi shu o'g'indi. Qaysam bir balalamsa ekan. Shu qo'yib ko'pishlikda shu sirab bo'lmasa deb men yeb etay dedim. Bo'lmasa men qo'rqmam yemasam ularga agar bo'lsa nemisam yigim qo'ymasa. O'tirib yeyavring. Shu bavalmi shu. Qarasam siz buyalik emasdek tursiz. Siz qaysi yurtdan keldingiz? Ben başka şehrimde işledim gelgen. Şu turmushning qiyinchiligida asta men qurilish o'rnida ishlab shu jamliq kelayotgan. Ayolingizchi? Ayolingizga kim qaraydi? Balchaqalaringiz bormi? Ayolingiz qarab tug'dak. Ayolim o'zi tatitliq. Bir balam bor, u balam aciz. Chunki u balam bolda tug'ilib qolgan kuchay. Shu o'rtada yo'lda menishim normal emas. Shu men jig'irib pul topayda men bu shaharga kelgan. Doktorxonaga har oyda nurg'un pul keladi. Men shu pulni tayyorlamsam topolmaydi. Onun ustiga bizil to'y qilgan vaqtida ayolim mendan bir kun to'y qilmay tekkan. Ben rahat ko'rsaman deb kim bilsin kunga bu turmushning dardida hozir ağanın sirpat qalqib ketib qazi bo'lib ketib borman. Ham japa tag'in tortdim. Uning ustiga uning japasım az emas. Tag'in bir japa tortdim hozir hozir. Shu men bir boshdan ishlab pul topmasam taqa, dadam bilan onam bo'lib qolsa, yashnab qoldi, ularni bir kun pul topoladi. Kuchmoqdir yo'q. Shu bir oila banqarashliq. Shu menda edem ko'masda hamma xizmatdoshlarim shu vaqtda maqisam men tushdim keyin yak ulardan bo'ldi o'chirib bunda. Qattiq qo'rqman bilan choy ichib, ba'zi men tanishib chiqib boraman. Bu turmush elekchiligida tadmagan jafolarim qolmadi. Har qanday ig'i ish olsa yonmay qildim. Qanday qilamiz endi? Karimizni tashit etsak, endi ko'zimizda turgan odam. Ya ular emasga mazabirsiz desek. Bunday kunlarda bir şey kelib qolmasin. Bu turmush hech qaysimizga oson emas. Siz rasmiy haqiqiy bir vafodor erkansiz. Endi ayolingiz shu holatda doktorxonada davolanib etibdi. Siz ayolingiz uchun shunchalik jafo chekib etibsiz. Gerçi ayolingizni boy-boy yashab turmushga erishtirolmagan bo'lsangiz-mu, haqiqiy mehr muhabbatingiz bilan bir erlik burchingizni ado qilibsiz. Men bek ta'sirlandim. Bo'pti, g'ayrat qiling. O'g'avol degan nurg'un javr jafolig'i chidab oxirida yaxshi natijalarni qozonoladi. Siz hargiz bo'shib qolmay, oldingiz qarab tursangiz, cho'qim yaxshi natijalarga erisha olasiz. Ayolingizmi sizdan xotirjam bo'lib, cho'qim yaxshi bo'lib ketadi. To'xtab turing ha. Gerçi bu pul bek chiq bo'lmasimi? Bu 2000 koy pul. Ma pulni ayolingizning davolashiga ishlatib, ayolingizga yo'q, unda demang. Bu pulni qaytog'idek mening avalim ras yo'q. Yo'q, men bu pulni qaytaring demedim. Ma bu mening ozg'ini ko'nglim bu ig'iz og'chilik yo'qli pul. Navoda siz davomli mush atrofda ishlab qolib qolsangiz, mush Beyxonlovandagi ko'n yeshil qarg'ay, mush oshxonaga chiysangiz 3 vaqt tamoqingizni men haqsiz o'rinlashtirib beray. Ayat ishlagan pullaringizni balangizga, aylangizga ishlating. Aylangizning baldiroq saqayib ketishiga tilakdoshman. Tamoqingiz tinchlik bo'lsin. Valla mo'mi jalab bersinmi? Bo'ldi, rahmat. Valla ma akanga yana ishga talmoq kelib biranglar. Rahmat bo'ldi. Tinchlik bo'lsin Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Yığıldın soğuk, işsin